Qizlar, nima bu etinglar menga? Men bundan oldingi pampersni o'zim uchun zo'r deb bilardim, lekin to buni ishlatib ko'rmagunimgacha. Reklama emas, Pepito'dan pulimga sotib olaman. Erim bozordan ham olib keladilar, lekin ishoninglar, shunaqangi mana to'lsa ham ichi qup-quruq turar ekan. Oldingi pampersimni kuniga bir 3 ta 4 ta uzog'i alishtirardim. Buni uzog'i 2 marta yoki 3 marta alishtiribman, lekin qoyil gap yo'q. Agar shuni ishlatadiganlar bo'lsa, bu reklama emas, to'g'risini aytaman. Pepito'dan oluvdim. O'shanga, что menga chestni yoqdi. Yoqqani uchun просто aytib ketaman. Agar olmoqchi bo'lsanglar, olinglar. Lekin zo'r pampers ekan. Men ishlatib ko'rganimdan keyin bildim, что massajda ham bunda olamiz, ertalabki anaqasi bilan ketadi-da, kechasi bilan turgan pampersi bilan ketadi, u yoqda alishtiramiz. Borganimizda shunday yetsak, mana to'lgandek turibdi-yu, lekin olsa ichi qup-quruq bo'ladi-da. Прикинь, вообще zo'r.